Uyqusizlik bu kasallikmi? U nima uchun xavfli? Uyqusizlik dunyo aholisining 30-40% kuzatiladi. Bu ko'plab kasalliklarning keltirib chiqaruvchi patologik holat hisoblanadi. Uyqusizlikning asosiy sabablari stress, asab tizimining charchashi, o'z vaqtida dam olmaslik va asab tizimining ayrim kasalliklari. Siz bu salbiy holatlarni oldini olish uchun quyidagi jarayonlarni yo'lga qo'yishingiz kerak. Birinchisi, ovqat hazm qilish jarayonini yaxshilashimiz kerak. Jismoniy faollikni oshirish kerak. Kechki 7 dan so'ng ovqatlanmaslik kerak. Jismoniy harakatlarni normallashtirish bilan bog'liq o'zgarishlar qilishimiz kerak. Hozirda ko'pchilik insonlarda uxlab qolish vaqti uzayib bormoqda. Sog'lom insonlarda esa uyquga yotish va uxlab qolish orasidagi vaqt 15 daqiqadan oshmasligi kerak. Inson jismoniy va ruhiy zo'riqishni uyqu bilan osonroq yengadi. Shuning uchun uyqudan xalos bo'lishga harakat qiling. Ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.